Zamonaviy ta'lim tizimida psixologik yondashuvning alohida o'rni bor. Ayniqsa bu boradagi ilmiy izlanishlar, xalqaro tajribalar va dolzarb muammolarni chuqur o'rganish ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida ayni shu mavzuga bag'ishlangan konferensiya o'tkazildi. Anjumanda uslubiy yondashuvlar va boshqa muhim yo'nalishlar yuzasidan fikr almashildi. Hozir shu haqda. Oliy o'quv yurtlarida ta'lim sifatini oshirish, sohada raqamli texnologiyalar hamda ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish va ilmiy tadqiqotlar natijalarini tahlil etish. Tashkil etilgan murakkab muammolar bilan yuzlashayotgan zamonaviy ta'lim va psixologiya, shaxsiy rivojlanishga ta'sir etuvchi turli xil muammolar mavzuidagi xalqaro konferensiyada ayni jihatlar tahlil qilindi. 21 studies from Scopus platform. Men tadqiqotlarim mobaynida Scopus jurnalidan 21 ta maqolani ko'rib chiqdim va shu xulosaga keldimki, globallashuv jarayonida turli xil platformalar ijobiy natija bermoqda. Misol uchun, adabiyotlarning elektron shakli yoki audio hikoyalarda o'quvchilarning faolligi sezilarli darajada oshgan. Biroq ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan narsa ularning hissiy psixologik holatidir va bu jihatlarni tahlil qilish tadqiqotlar olib borish muhim. Shuningdek, ta'lim va psixologiya uyg'unligi, xalqaro tajribani o'rganish, tahlil qilish orqali sohada yangi innovatsion tizimni joriy etish masalalari ko'rib chiqildi. Bugungi kunda eng muammoli vaziyatlarda ham psixologik yondashuvlar muhim deb hisoblaymiz. Shu maqsaddan har bir pedagog, har bir rahbar, har bir shaxs o'ziga psixolog bo'lishi, o'zini anglay olishi lozim va bu xalqaro anjuman juda ham samarali tadqiqot ishlarini, yechimlarni o'z ichiga qamrab oladi. Xalqaro ilmiy anjumanda tahlillarga asoslangan tadqiqotlarni muhokama qilish va amaliyotda qo'llash orqali mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga erishish mumkinligi aytildi.